Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli Qudratus kanali obunachilari, Chorvador Semiz buqa ishqibozlari. Bugungi videomiz Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumani Begobod Chorva bozoridamiz. Ishbir bo'ldi aka? 268,5 million so'm. O'ylar bu 20 lekin 550 kilo tevasi. To'raziga chiqmaydimi bu? To'raziga 550 kilo yuqorisi 268 million so'm bo'libdi. Xo'p, Semiz buqaning qatorida video syomkalarimizni boshlaganmiz. Bugungi chesilamiz 2025-yil 14-iyun haftaning shanba kuni. Xo'p, kanalimizga yangi bo'lsangiz, like bosib, obuna bo'lib, do'stlar jo'natib qo'yishdan chiqamiz mana. Qirg'iziston paroda buqalarimiz. Biri 25 bilan, biri 30 keladi bo'ylari. Semiz lekin 450 kiloga va 500 kilo atrofidagilar. Xudo xolasa. Biz bularni savdosini egalaridan bilamiz. Savdosi qanchadan bo'ldi bularni? O'rmoni 58,500 so'mdan kiloga berilib sotilmagan variantlardan. 58,500 so'mdan Qirg'iziston paroda. Biri 30 keladi mana o'qi. Xo'p, 500 kilo tevasida. Mana ham 500 kilo ag'bag'ida chiqib qoladi, lekin mana 450 kilo tevasida bo'lgani, kichiga. 58,500 so'mdan 400 ga berilmagan ekan bularimiz. Barakasini bersin, charchaman. Xo'p, endi keyingisi o'zimizni mesini paroda boqmay ekan. Savdosi qancha bo'ldi buni bilmadingizmi? Buni savdosini? Buni egalari ham yo'q shikilman jami. Qancha bo'ldi bu? Boshni qo'rma. 28 million oyog'icha to'raziga chiqmaydimi? 500 kilo bag'da chiqadi yana 28,5 million so'm savdosi o'tdi. Bo'ylari 125 ga plus chiqadi. Lekin zo'r narsa ekan. O'zimizni mesini paroda bu. Endi keyingilarini ko'ramiz. Mana olago'sh, yog'siz semirgan. Xudo xolasa 500 kilo bag'da chiqib qoladi g'ana. Egasi yo'q mo'ljalda buni. Endi keyingilardan ko'ramiz, egasi borlardan. Mana eda boqmay ekan mana yo'q. Hop, 4 ta, 5 tasi ham boqmay ekan mana. Lekin bo'ylar 1,5 dan plus kelaveradi, o'tijamga. Biz buni ham bitta bilamiz narxlarini. Bular qanchadan bo'ldi? Bilmadingmi? Savdosini? O'sha ma'lum meniki 32 million. Mana o'tda boqmana. Yangi chiqargan. To'g'ri yangi chiqazdi, boqma 32 million so'm. Qudrati o'zi. Hali Hasha deydi. Hasha. 500 kilo tevasidan bu? 600 kilo tevasi. 600 tevasidan. Suyagi borda buni asosan. O'tasizmi? 32 million so'mga oyog'icha savdosi bo'lgan to'rkurani chiqazibdi. O'zimizning mesini paroda. 600 kilo tevada deyaptilar akamiz egalari. Buni to'qolni ko'raylikchi bu narximiz. Buni nechi pul bo'ldi? Sizlardan emas. Buni narxi yo'q. hali bo'lmadimi narxi? Bu ham pashta bir xil gavdasi ham. Bu ham to'qol urug'li. Hop, endi keyingisini ko'raylikchi. Qancha bo'ldi buni savdosi? Savdosi 41 bo'ldi. 41 million so'm. Mar kattasiniki bo'ldimi shunda? Bunisiniki 41 million so'm. To'raziga necha kilo chiqdi bu? Bu ham suragan. To'raziga necha kilo chiqdi bu? To'razi tortmadi, oldin ham tortdi. Hali to'raziga chiqmabdi, lekin 41 million so'm savdosi o'tdi o'zimizning mesini paroda. Bo'ylari 45 atrofida keladi, lekin 650 bilan 700 orasida mo'ljallab turibmiz. Egasi lekin 700 ko'p deyaptilar. 700 ko'p deyaptilar egalar, lekin buni. 2,8 Buni qancha bo'ldi savdosi bunisi? Bunisi nisbatan qanchaga? Bilmayman, 43 million, 40 million. 40 million atrofida sotilgan variantika bunisi. Bu raqam qoldirasan meniki? Bormi pastiyani? Bor. Bo'ldi, ayting nomeri. 94. Hozirgi mana 600 kilo tevasida, 700 kilo tevasida deyilganga nomer qoldiribdi. Aloqaga chiqaverasizlar ehtiyot. 94lik. 449. 449 236. 36. Aloqaga chiqaveradi. Ha, seroq bo'ladi. Adres qayerda? Adres yerda 5 ta oldi. Adres Chortoq tumani 5 qishloqda. Aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa, yana bor ekan. Shu yerda keyingilar ham bor ekan. Endi meni ko'raylikchi, bu ham boqma. Savdosini ishpir bo'ldi buni? Sizlardan emasmi bu? Egasi yo'q ekan. Mo'ljal 68 million sheriga mana bu bo'lsa kerak, boyaga chiqib ketdi videoni boshidagi. Mo'ljal mana shu sheriga bo'lsa kerak. Ikkitasi 68 million deyishdi-ku. Hop, endi keyingilarini ko'ramiz. Savdosi qancha bo'ldi buni hormoni? Hozirgi paytda ozgina kam 24 million so'm savdosi bo'lyapti ekan. Bo'ylari 1,25 ga plus kelaveradi bo'ylari. 1,25 plus. Hop, 380 kilo, 400 kilo ag'bag'da chiqib qoladi.
400 kg bag'da chiqib qoladi o'zimizning mesini paroda. Hop endi keyingilardan ko'ramiz. Mollarimiz xudo xolisa bor bozorlarda. Halicha bozor tugagan joyi yo'q. Lekin soatimiz ham 8 dan 35 minut o'tdi. Endi mana oradagilarni ko'raylik endi bir chekkadan xudo xolisa aka o'tiraylik. Mana savdosini bilamiz biz buni. Qancha bo'ldi ekan buni savdosi? Savdosini bilamiz. Qancha bo'ldi? Sizlardan? Mana savdosi qancha bo'ldi bilmadingizmi? Hop endi. Regalari yo'q shekilli monjalla. Bu mana lekin chiroyli semiribdi. Yo'qsiz xudo xolasa. Bizga nisbatan yo'q bor ekan, joylardan ko'p emas. Bu inchi chiqib tursa o'zan gaddan. Buni savdosi qancha bo'ldi? 28 mi? 28 million so'm savdosi o'tdi. 125 chiqadi bo'ylar. Hop, 500 kiloga qiynalib chiqadi. 28 million so'm savdosi bo'libdi ekan buni. Endi keyingisini bilamiz. Savdosi qancha bo'ldi buni? 25 million so'm. Taroziga chiqmadimi? Taroziga chiqmabdi. 25 million so'm bo'libdi. Bo'ylari 120, lekin 450 kilo atrofida chiqib qoladi, xudo xolasa. 400 qo'risidagi. Semizda, go'shiga. Yemiga. Ish puli bo'ldi buni savdosi. 47, nari ikkovinimi? Buni o'zi kattaroq aka, o'zi ko'rib. 47 million so'mga ikkitasini berishmayapti ekan, mana ikkovini. Bo'ylar 120 ga qiynalib chiqib qoladi. Mana ikkovini 47 million so'mga. Hop bular 400 kg bag'da, mana 400 kg bag'da aylanib qoladi, nargisi kichkina lekin 350 kg aylanib qoladi. Endi keyingilardan ko'ramiz. Bag'da yana boqma. Boqmaning bitta savdosini bilamiz. Xudo xolasa. Qancha bo'ldi mashina savdosi bo'lyapti? Qancha? 27,5 million so'm boqma. 27,5 million so'mga boqmani savdo qilishyapti. Xo'p, biri 25 ga plyus, biri 30 atrofida chiqadi. Taroziga 480 500 ga qiynalib chiqib qoladi, xudo xolasa. Hop, endi keyingisini ko'ramiz. Buni qancha bo'ldi savdosi? Bular sizlardan emas. Qudratuz. Hop, bo'ylari 120 chiqadi, lekin egalari yo'q ekan, buni ola olmadik. Hop, endi keyingisini ko'raylik. Mana endi Qirg'iziston paroda chiroyligi bor ekan. Aka, bu sizlardanmi? Savdosi qancha bo'ldi? Lekin chiroyli ekan. O'tta xol semirgan. Bo'ylardan 120 ga kelaveradi. Ikkita mashina bor ekan, egasi yo'q buni. Hop, endi ba'da egasi mana xudo xolasa bo'lishdi mana qarang chiroyliligini. Bog'oz bu joy, bog'ozlardan inshaalloh bog'oz sigir bitta video qilamiz inshaalloh. Hozir video davomida buni olib chiqamiz. Ha, mana yerdagilarni endi bitta bilaylikchi, mana yerda ikkita o'rta xol semirganlarimiz bor ekan. Bular savdosi ichib bilan bo'ldi, bilmadingizmi? Qanchadan bo'ldi? Sizlardan emasmi? Lekin bo'limiz chiroyli, Qirg'iziston paroda. Egasini bilganimizni shot qilib beradi lekin. Hozir endi egasi yo'q ekan bularni. Va qancha bo'ldi savdosi? Mana ikki o'shanda 47 million bo'layotgan. Hop, endi nargilarini ko'raylikchi, keyingilarini. Savdosi qancha bo'ldi buni aka? Bilmayman. Sizlardan emasmi? Mana eda Greenford bor ekan, buni bilamiz o'zini har qanday. Molimiz chiroyli, 120 ga plyus chiqaveradi. Bu bir savdosi qancha bo'ldi? Greenford, toza Greenford, xudo xolasa. Bu bir savdosi qancha bo'ldi? Sizlardan emasmi? O'zi bozorlarimiz bor, xudo xolasa, tugagan yo'q. Savdolar ham bo'lib turibdi. Vaqtni sekin ko'chat buqachalar. Bilalikchi mana boqmani, yosh ko'chat boqmani. Savdosi qancha bo'ldi buni bilmadim. Bilmadik. Sizlardan emas. Bozorlari yurib turibdi, egalari yo'q, ha. Buni issiq bo'lganiga hamma salqinga qochgan ishga. Ikkovini umurini topa olmadik-da. Xo'p, hurmatli obunachilar, endi addenni bitta ko'chat buqachalardan video qilamiz. Mana bu tarafdagilardan ko'chatlardan. Sal kech qolib chiqdik-da bozorga o'zi. Mana shu bitta boqmani bilaylikchi, mana shu boqmani keyin ko'chatlardan addenni bitta bilamiz. Savdosi qancha bo'ldi buni?
23 milyon 300. 23 milyon 300 bo'libdi. Biri 20 ga plyus keladi. 350 kilo 380 kiloni orasida bo'lgan. 23 milyon 300. 23 milyon 300. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Obuna bo'lishingizdan chiqazman.